bahorda o'qigan kitoblarimni qisqa gaplar bilan obzor qilamiz. Birinchisi bu Miyakoning Hayvon asari. Tez o'qinglar, ajoyib maktabdagi bullying va travmalar haqida. Keyingisi bu Gospodinovning ingliz tiliga tarjima qilingan eng oxirgi asari ota va farzand munosabatlarida yomiyman, farzand otaga bo'lgan munosabati va uning o'limi haqida. Keyingisi Small Things Like This. Bu juda ham ajoyib qissa, o'qishingiz shart. Keyingisi Ranyon qushcha. Bu o'zbek tilida bahorda o'qigan kam sonli kitoblardan bittasi. Buni ham o'qishingiz shart. Ikkinchi jahon urushi va kichkina bolachaning ota-onasiz jon saqlash haqida. Keyingisi bu Sartrening stavka bo'lishi niyati. Bu ham ajoyib, 5 dan 4, 3,5 qo'ydim. Bitta qiziq savol o'rtada yotadi. Sizga qayta imkon berilsa o'limingizdan keyin hayotingizdagi qilgan xatolaringizni to'g'rilagan bo'lardingizmi yoki yo'q? Keyingisi bu 2025-yilda Booker mukofoti g'olibi Flash asari. Bunda juda ham plot qiziq, lekin uslub o'ta quruq. Turkiston kundaligi so'zsiz, gapsiz o'qishinglar shart, o'qib chiqinglar va oxirgisi bu bahordagi eng ajoyib kvartet. Neapolitan kvarteti 4 kitobdan tashkil topgan. Menda buni italyanchasi ham bor. Mana birinchi qismini Nurali o'qigan. Men rus tilida o'qidim. O'ta ajoyib. Italiya ikkinchi jahon urushidan keyin neofashistlar, sotsialistlar va kichkina o'rtahol oila, undagi sharoitlar barchasi do'stlik, sevgi, hammasi bor. Buni o'qishingiz shart, o'qib chiqinglar. Tez o'qinglar. Bahorda o'qigan kitoblarim shunday